24 noyabr saat 17'den 49 minut ötkende atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonu Ürümçi şehri, Tengirtağ rayonu Şarkı Aylanma bazarı, yani Donghwan Sichang, Jishangyuan Oltarak rayonu qarashliq bir egiz binada o't afati yuz berib, 10 odam o'lgan, 10 odam ig'ir yaralangan, yani nurg'un odam qutqizib olingan. Bu voqeaga qarta Sharq Turkiston informatsion va uchur markazining raisi Abdulla Qarqash apandi bayonot berib mundaq dedi. Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning shakli kunsir oshmoqda. Har xil bahonalar bilan o'ltirilmoqda. Dunyoning hech qanday yerda qolmagan bu nejis vaboni o'zlari yasab, o'zlari Sharq Turkistonda sinoq elib bormoqda. Och qo'yib o'ltirmoqda. Umi yetmagandek sun'iy ofatlarni paydo qilmoqda. Xitoy kommunistlarining niyati bek yomon. Xitoyning yolg'onchi dapshaqli xabar organlaridan foydalanib dunyoni aldamoqda. Vatandan kelgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha 10 odam emas, 36 odam o'lganligi ma'lum. Hatto Oltiroq rayonining o't o'chirish mashinasi yarim soatgacha kelmagan. Uni ozdab Oltiroq rayoniga kirdigan temir to'saqni 2 soatgacha aran elib tashlagan. Binoning ichiga kirish uchun nurg'un vaqt sarf qilingan. Chunki kvartiralarning ishki mahkam taqalgan. Shunga binodagi odamlar qochib chiqishga amalsiz qilib, o'lib yaralanish ig'ir bo'lgan. Buningdan ko'rinib turibdiki, Xitoyning maqsadi kasal emas. Asli maqsad shu zaminning egallarini yo'q qilish. Xitoyning iPhone qatorliq elektr uskunalari yasaydigan Fushikan zavodining necha yuz ishchisi hukumatning yuqumli tizginlash siyosati va zavodning xaroblashgan vaziyatiga norozilik bildirish harakati qo'zg'agan. Xabarda ko'rsatilishicha, Jingju'dagi Fushikan zavodining ishchilarga beradigan mukofot pulini orqaga surganligi bu norozilik harakatining boshlanishiga sabab bo'lgan. Xitoyda kam ko'rilgan bu harakat mazkur zavodda yuz bergan qamal siyosatiga qarshi norozilikning avjiga chiqqan holati deb qaralmoqda ekan. Bu ishchilar 23 noyabr kuni atiganda Fushikan zavodining oldiga kelib, ish haqimizni ber deb shuar to'lab norozilik bildirgan. Hamda zavodning oldi darvozasidagi kameralarni chiqib etgan. Saqchilar qizilmiz suyini purkib, ishchilarni urgan. Foxconnning 10 minglagan ishchisi qurolliq saqchi va alayda saqchilar bilan shiddatli to'qinishgan bo'lib, nurg'un ishchi yaralangan. Kam deganda 40 ishchi qo'lga ilingan. Ammo Xitoy amaldorlari sukut turib, tor xabarlarini texim qattiq kontrol qilgan. Jingju'dagi Foxconn voqeasidan keyin Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda Xitoy virus yuqumining oldini olish bahonasi bilan 3 oydan ko'proq vaqt taqib olgan bo'lib, buningga chidamagan Xitoyning har qaysi joylaridan Sharq Turkistonga kelgan ishlamchilar qatnash bo'lmasimi yuk taqlarini elib, yurtlariga qaytish uchun piyoda mangan. Ular to'plashib yerlik saqchilarning to'saqlaridan majburiy bo'sib o'tgan. To'sqanlarga biz qonunga xiloflik ish qilmadik. Faqat uylarimizga qaytimiz. Nochi bo'lsanglar o'q chiqaringlar degan. Xitoy bilan Arab davlatlari o'rtasidagi tunji boshliqlar yig'ini dekabr oyining 5'ida ochildi ekan. Xitoyning Dubaydagi konsulxonasi bu xabarni e'lon qilganda, boshliqlar yig'ini Xitoy bilan Arab davlatlari munosabatini kuchaytirishni maqsad qiladi degan. Xitoyning Arab davlatlari bilan boshliqlar yig'inini e'lon qilishi xalqaroning diqqatini qo'zg'agan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy har xil tadbirlarni qo'llanib, iqtisodiy sohada Arab davlatlari, bo'libmi energiyaga boy dengiz qo'ltiqi davlatlari bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirgan. 2014-yili Xi Jinping 2023-yilgacha Xitoyning dengiz qo'ltiqi davlatlari bilan bo'lgan savdosini bir hassadan ortiq oshirishga va'da bergan ekan. Shuning bilan bir vaqtda O'rta Sharq bilan cho'nqur munosabati bor bo'lgan Amerikaning Saudiya Arabiston bilan bo'lgan munosabati jiddiylashgan. Asosiy sababi bo'lsa, Amerika Saudiya Arabistonni kishilik huquqni ig'ir dafsanda qildi deb ayiblaganligi. Yana biri Riyod neft bahosining o'sishini cheklash uchun neft ishlab chiqarishni oshirishni rad qilgan. BDT Kishilik huquq kengashi 24-noyabr o'tkazilgan alohida yig'inda bilet tashlab, yangi tekshirish guruhi tashkil qilib, Iranning namoyish harakatlarini bostirishidagi kishilik huquq dafsanchilikni tekshirmoqchi bo'lgan. Bu yig'in Germaniya va Islandiyaning talabiga binoan chaqirilib, Irandagi kishilik huquq vaziyatining kunsir nacharlashayotganligini muzokara qilgan. Xitoyning qarorini buzish uchun ko'rsatgan tirishchanligiga qaramay, BDT Kishilik huquq kengashiga a'zo 47 mo'lchardagidan ko'p sondagi kishilar tomonidan tasdiqlangan ekan. Amerika va Angliya qatorliq 10 necha davlatning bosh elchilari bu harakatni qo'llagan va Xitoyning oxirgi paytdagi tirkishini qattiq ayblab, kengash a'zolarini rad qilishga chaqirgan.